Ko'pchilik 28 mini qilib nima qilasiz? Undan ko'ra bitta Xitoy Vidish traktor olsangiz bo'lmaydimi deydi. Mana sizlarga oddiy misol. Mana shu plantarkaning tishi ketgan. Mashina o'zini 900 mingmi, 1 millionmi deb turuvdi. Kamiga 1 oydan 2 oydan keyin kelar ekan zakaz qilsak. Bu tish ketgan. Mana to'ntoq valmi nima deydi? Archaval. Shu ham ketuvdi. Suvarka quyib vaqtinchalikka tish chiqazdik bolgarka bilan. Yuradimi, yurmaydimi, uni qizig'i yo'q bizga. Xitoy traktori ahvoli shu. Hozir yana bittasi kiradi-yu. Xitoy traktori hammasi shunaqa emas deydi, lekin Xitoy traktorlarining hammasini qoni bir. Zapchasti bor, balki yo'q. Zakaz qilsangiz sezonli kunda buzilib qolsa, 1 oy, 2 oy kutishga to'g'ri keladi. Mana shu 2 Porsche'lik farsunka apparatlarni yechib qo'yganmiz. Ustiga olib borish kerak. Bu ham bir 700 mingmi, 800 mingga remont bo'lar ekan. 28 ga 500 ming pul bo'lsa, ag'dan kirib, bag'dan chiqasiz. Mana materiallari hammasi bor. Любой shestronkasi to'pladi. Dalshi bitta potaya qilib qo'ysam, duo qilib bersangiz ham beradigan holatda. Endi bularniki bilmadim, to'plash qiyinroq. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Xitoy traktori yaxshimi yo 28 mini qilgan yaxshimi?